Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Sizlarga bugun olmish sotiq mana shu joyda obzorni qilamiz, ko'rsatamiz. Sotuvga qo'yamiz bugun. Bu konserva zavodni mana bu yon tomoni, bu mana mahalla, bog'cha, nimadirlar bo'lgan. Mana bu kirish joyimiz, to'g'rida ko'rib turganlaring kraska zavod. Olmish sotiq noturar obyekt. Mana kirishdan ikkita parnigi bor, katta parnik. Parnikka ekin qilingan. Hozir yer bellashyapti, nimadir mo'ljal bo'lsa kerak. Bu tomoniga ekinlari ham bor. Bir tomoni mana polni g'ish bilan yopilgan, qo'shniniki. Bu tomoni ham 3 ta tomon yopilgan, mana bu tomoni ham bloklar bilan yopilgan. Kvadrat, to'rtburchak joy, yaxshi joy. Endi kim xohishiga qarab ishlatadigan variant. Mana ikkita parnik. Eng zo'ri gaz bor joy bu. Любой ishni qilsa bo'ladi, gaz bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya ham bor. Kanalizatsiyani chiqib ketadigan joylari bor. Parnik mana o'ng tomonnagisi 5 sotiqlik. Bunisi 45 metrga, mana bunisi 42 metrga 7 metrlik parnik. Hozir mana urug'lar tayyorlanib ekiladi. Pomidor, bodring, qovun, tarvuz shunaqa narsalar ekilar. Unisi 45 metrga 12 metr ekan. Bunisi 5 sotiq, bunisi hisoblab olasizlar. Mana bu to'g'riga zdaniyamiz bor. Bu sklad qilingan ekan bir paytlar. Hozir ham sklad qilib ishlatsa bo'ladi. Mana bu tomonga ochiq. Bu tomoni ochiqda xot qilsa bo'ladi. Ikki tomondan ham kirib kelishdi. Mana boshiga mana mahallani ichidan ham kirib kelish qilsa bo'ladi. Pajarni xotlargacha qilsa bo'ladi. Bu gapni aytishimning sababi kotej qursa bo'ladi, bemalol. Puli borlar, shunaqa ish qilaman deganlar bemalol kotej qurib sotsanglar bo'lar ekan. Dokumentni qilib qilsa bo'ladi.